Abdullah To'xayni bizlar 5-klassdan boshlab o'tganmiz, u vaqtda biroq Abdullah To'xay deb o'tganmiz Qarag'andoqchilar, uning tatar ekanidan bilmaganmiz vaqtida. Sen Qarag'andoqda Abdullah ko'p, biroq Abdullah yo'q. Bizim Qarag'andoq o'quvchilarining ichida Abdullah To'xay bilan Musa Jalil deb bilmaydigan odam yo'q. Bugun Abdullah To'xayning to'yida hamma Abdullah To'xay haqida aytib o'tdi. Men biroq endi bugungi Qarag'andoq ham tatar yozuvchilarining bir-biriga balansi haqida ikki oz aytmoqchiman. 1980-yılı Tatar Edebiyatı Medeniyet Kulları Qarag'andoqda bo'ldi. 81-yılı Qarag'andoq Medeniyet Kulları Tatarstan'da bo'ldi. Bizim Qarag'andoqda gap bor, barışmasan kelishmesen jat bo'lasan degan sonda biz so tatar shoirlarining kitap chiqib, biroz tatar shoirlarining kitoblarini o'qib qolganmiz. Keyin sonda Anatol Qullari degan bir kitap chiqdi tatar tilida, sonda men bir chiqarmam chiqqan edi. Bu çıkarmamda tercüme kılgan Tavfik Aydi degen dostumuz bana bir xat yazdı. Sen Tataristan'dan kaçan geleceğim dedi. Abdullah To'xayning münasebeti bilen 30 yıldan keyin men kelip turibman, lekin o adam dunyodan o'tib ketgan ekan. Tavfik Aydi degen dostumuz. Buna sol 80-yılga baylanışta tatar şairlarının, tatar yazıcılarının, tatar dramaturglarının ko'p çıkarmalar Qarag'andoq tilida audarıldı. Hozirgi shekim Qarag'andoq sahnasida Tufan Minuliyning Azrailni aldagan adam degan, endi uni tatarcha ati boshqa bo'lishi mumkin. Albatta degan bosh heroyi bor. Azat Abdullinning 13-prezidenti degan, yana Tufan Minuliyning Labrusning 4 ashig'i degan dramalari yurib turibdi. Biz sol yillarda kitoblar orqali Simrat Hakimda, G'arib Ahmedovda ham boshqalarin ko'p kitoblarni o'qiganmiz. Kecha men tatar kitoblarini Tuxanda ko'rganda ko'p yozuvchilarning kitoblarini original tilda olishga muvaffaq bo'ldim. Bizda bir gap bor, bir kun Duzishkentda Xirsin Salam degan biz Tatarstanning Duzini eshitib, men albatta original qo'shiqlardan, kitoblardan men audarib Qarag'andoq tilida jariyalayman. Endi men ertaga 5 yil poeziya yetaganda, biroq men o'g'an qattiq solmayman, bir qo'shig'im bor edi, o'qib berayin. To'xayni to'yda. Qisqa. Assalomu alaykum tatar tuğan. Bizde de sizin bilen Katar tuğan. Sizde var, yediğe bizde de var. Ama oyun şakalar Katar tuğan. Bir handekte ilengen toprağımız, bir buzarga tutaskan sohbağımız. Siz Abdullah To'xayning davamchisi, biz Aliniyaz Berdaqning ortağımız. Azerbaycan halkımız sırlas olgan, kış yigiti zamanlaş kurdas olgan. Biz Orus'ta tushunmay yurgan kezde bir tatar barchamizga dilmash bo'lgan. Tatarlar yetib bo'lgan yazbasdan men misal keltirmayman, boshqasidan Qarag'andoqning dastlabki kitoblari chiqib turgan Qazonning basbasidan Tuğsqanlik qani bor tamirimda, Adilmenin Alif'in janibida bugungi to'y Abdullah To'xayniga yana kelib tur Saman to'yga. Qisqa bo'lib o'tsa da umr jasi, qo'shiq bilan boyigan jon dunyosi, Tuğsqanlik ko'rmagan to'xtab ketgan, mangu jasad tatarlik Abdullah. Rahmat.